Yine çıkıp kayıt kıramsızlar ya. Ben çıktıysa jığın trekisi de jığın akıllı oldu. Ben de işte turuylasın. Ben bu live stream'de çekip koydum hem de azırak baldırıp olsun da ben bir sınav kılıp makıldıganğa. Ha, live başlandı mı? Daha baştan buraya bulmuşsa. Ya boluysa sınav kılıp baksan bolu da yana. Eğer yani bir kılıp bakaydıysan. Hemen yakımız kendi. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Bu hayrat ekranımız başka kapçımızsın daim. Buna kılkına mağarada çarılıp etkençe aldılar. Şimdi biraz kameranın üstünde. Kameranın aşağı. Keyin taraf yaxshi Ben olsa bir yerde oturup mı? Şu medilime imkanı çünkü kendimizde şunda ama nefredim hazır vakti tutkan. oturma oldu. Okey, özünüzün niyet kılıyorsunuz. Ha, oldu. Okey. Görünüyor. Necmi Bey'in başlıklarında Benim hemen neslen normal. Zaten bir kez aldığımızı keltirip durup. oldu. Daha sonra sen kendilik olarak mümkün. Assalamualaikum tordoshlar, assalamualaikum qarindoshlar. Bugun Najmiddin Sharif efendimninki bizniki Sharq Turkiston Cumhuriyet Partiyasiga Shodmon Mahmud qarindishimiz qasamyod qilmoqchi. Bunga izzat berayotgan men atalib shahid bo'lib turibmiz. Qiyinda bo'lsa boshlaydi. Şadman kolunu kesin üstüne bayrak karayla ayırtılgan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ben Şark Türkistan Kübrası. Ben Şark Türkistan Kübrası. Ben Şark Türkistan müstakilliğine Ben Şark Türkistan müstakilliğine tüp koşuş için tök koşuş. Şark Türkistan Cumhuriyetçiler Partiyası'na Şark Türkistan Cumhuriyetçiler Partiyası'na öz ihtiyarım bilen kirdim. öz ihtiyarlığım bilen kirdim. Bugünden başlap partiya programmasını himaye kılman. Partiya programmasını himaye kılman. Partiya yadrosuga. Partiya intizamga qattiq kılman. Partiya a'zolarının mecburiyetlerini ada kılman. Partiya a'zolarının mecburiyetini ada kılman. Partiya kararını icra kılman. Partiya kararını icra kılman. Partiya məxfiyyətlikini saqlayman. Partiya məxfiyyətlikini saqlayman. Partiya sadiq buluman. Partiyaga sadiq buluman. Şarq Türkistan üçün ömürvayet kurash qilaman. Ömürvayet kurash qilaman. Hech qachon voz kechmayman. Hech qachon voz kechmayman. Barliqimni qurbon qilishga har vaqt tayyorman. Barliqimni qurbon qilishga har vaqt tayyorman. Şarq Türkistan mustaqilligiga, Sharq Turkiston mustaqilligiga, Sharq Turkiston Cumhuriyetçiler Partiyasiga, Sharq Turkiston Cumhuriyetçiler Partiyasiga menga osilik qilmayman. Menga osilik qilmayman. Tamam bo'ldi, muborak bo'lsin. Qarindoshlar. Muborak bo'lsin. Mikrofonda chiroqlab qoldi, ovozini bektirin oldi. Bayam chiqmay qoldimi? Abla. Sizlarga ko'p rahmat. Turdim tuzatmay qoldi. Sizlarga ko'p rahmat. Ovozim faqat yaxshi chiqdimi? Beklam. Bek bo'sh chiqib qoldi. Hozir men sizga mana nimadan bir so'z aytay, o'sha inkor qilaman. Ko'ralaysiz, endi bizning qasamnomining ostida o'qilgan ikki jumla so'z bor. Shunda men sizga so'zlayman shuni. Ash so'zni nahmaydan o'qlasam, ben Uygurcha direkt asta o'qaytdim, mana setish tushsam qanday. hech qisi yo'q, astag'firullah. Ya men bekla, qine bu chiqmadi-ku, to'xtala. Ha? Uzaq muddatlik muhacirat nima? Mujudluq. Necmi efendim, burası sınır oktasları agishib qiyityapman. Mayada kichik chiqib oldi. Men yaqinroq aklayman nima qitim. İsmimizde bolsun ki
Uzak müddetlik mevcutluk. Uzak müddetlik mevcutluk. Ve hürlük yetekleydiğin kararının icrası için. Ve hürlük yetekleydiğin kararının icrası için. Aktif tırışıdığın. Aktif tırışıdığın. Her bir fırsatki tevekkül kılalaydigan. Her bir fırsatki tevekkül kılalaydigan. Bedel töleş cüret kılalaydigan. Bedel töleşki cüret kılalaydigan. Armas bir grupu bolmağında. Armas bir grupu bolmağımızga. Her kandak ulu gayımı. Her kandak ulu gayımı. Kuruq gep kaynıp kalıdı. Quruq gep kaynıp kalıdı. Kılıvatkanımız can ve kan talep kılıdığan müstakillik kuruşu. Kılıvatkanımız can ve kan talep kılıdığan müstakillik kuruşu. Hayatımızdaki en aktif alet götürürsek. Hayatımızdaki en aktif alet götürürsek. Hayatımızdaki en yukarı kızgınlıkını cari kıldıralısakla. Hayatımızdaki en yukarı kızgınlıkını cari kıldıralısakla. Andın hayatımızdaki en yukarı pelleni. Andın hayatımızdaki en yukarı pelleni. Milletimizin siyasi hayatındaki. Milletimizin siyasi hayatındaki. En yüksek şereflik neticini yaratalayımız. En yüksek şereflik neticini yaratalayımız. Tamam. Rahmet. Mübarek olsun. Soraydan başka sorular olsa ortaklaşayla. Ben soraydigan nurg'un savolni shu Makkim akam bilan 3 kun tunugun 2 kun paranglashib savollarni qildik. Endi mening xiyolim Xudoyim bilsa ashunda bir Xitoyga birinchi pay o'qadigan vaqtida ayt deb qo'yinglar. İşte ishlarga Xudoyim bilsa yarashqa nisib qilsin. Kelgusida. Evet. Kelgan qadiming mübarek olsun. Aramızga katılganingizga hoş bulduk. Bu sebepte tan ilgirlab, tan kurash qilishimizga nasib bo'lg'ay oxirigacha, vatanning mustaqilligigacha degandek. Elzatningki yurak so'zi bo'lsa ishki qiz qilsin qana. Endi meningki qisqacha so'zim endi men shu Sharq Turkiston Cumhuriyet Partiyasiga kirgandan keyin nurg'un inkoslarni topshirib oldim, endi nurg'un odamlarni. Buning ichida meni tabriklaganlarmi bo'ldi, buning ichida menga endi o'ziniki boshqa ko'z qarashini so'zlaganlar bo'ldi. Sen sal aldiraqsonlik qilib qolsa, bu partiyaga kirmasang bo'ladi. Asli hech qanaqa taraf tutmagan vaqtini yaxshi ko'ratdim. Taraf tutmagan bo'lsang hamish yaxshi bo'ladi, lekin bu partiyaga kirib endi taza yaxshi bo'lmabdi degandek odamlarmi bo'ldi. Rag'batlantirgan odamlarmi bo'ldi. Endi men shu banada endi o'zimning qisqini ko'z qarashimni so'zlab olsam, endi men nima uchun bu partiyaga kiraman deganda qarindoshlar, men avvalgi nechiqtimqi naq maydon programmamda aniq dedim, yolg'iz otdan chini chiqmas, chini chiqsinmi, doni chiqmas deb. Shaxsan bu muajiratda endi biz xuddi bir tal cho'kini shaxsan sundirish oson, ishkini sundirish oson, lekin hammalar bir yerga yig'ilsak, xuddi cho'kqa o'xshash 10, 20, 30 bo'lganda uni sundirish uchun g'oyat zo'r kuch ketadi. Qancha jiq bo'lgan sira qiyinlik darajasi oshadi. Shu sababli endi men bir partiyaga ya bo'lmasa Uyg'urlarning manfaatiga vakillik qiladigan, Uyg'urlar uchun xalqimiz uchun ish qilib bera oladigan shunday bir tashkilotga kirishni ko'pdan beri o'ylanib kelgan. Men muajiratga chiqib uzun bo'lmadi, 6 yildan oshdi. Mushariyanda men nurg'un tashkilotlarni kuzatdim, nurg'un partiyalarni kuzatdim, shu nimalarni kuzatdim. Mushariyanda endi shu Sharq Turkiston Cumhuriyet Partiyasi bir qadar men o'zimniki o'ylaganlarimga mos keladigan, demokratik, ham erkinlik bo'ladigan fikr, har qaysi jihatlarda ham xalqning manfaatiga vakillik qila oladigan, ham shaxsan ko'z qarashim moslashganligi uchun men bu partiyaga kirdim. Lekin bu partiyaga kirganlik hargiz bir taraf tutib, ya bo'lmasa bir guruhdanlik emas. Mayli biz qaysi partiyada bo'laylik, mayli Sharq Turkiston Cumhuriyet Partiyasi bo'laylik yoki boshqa tashkilot bo'laylik, umumiy maqsad bu. Umumiy maqsad ya'ni shu xalqimizningki azodligi, xalqimizningki erkinligi, xalqimizningki shu manfaat uchun shuni asos qilgan har qanday tashkilot shaxsan men qo'llayman. Shunga men buni endi bugun shu Shadiman kirgan do'stimiz kirgan sababli tushuntirib qo'yishni loyiq topdim. Uning oldida endi qarindoshimiz Shadman bilan ba'zan fikrlarda o'zaro surkilishadigan, ba'zan fikrlarda o'y fikrlar bir yerdan chiqmayib gap talashib qolgan ahvollarmi yuz berdi. Lekin bu faqat va faqat bizningki bu to'g'ridagi fikr ko'z qarashimizdan o'xshash bo'lmasligi. Lekin biz asrda yanlam yaqin do'st, yaqin akina, alag'ina, yaqin munosabatni saqlab qoldik. Bu yerda hargiz bir-birimizga shaxsiyatiga hujum qilgan, bir-birimizni tillaydigan, haqoratlaydigan undaq ishlardan biz tamoman neri. Demakchi bo'lganim
Şuna partiya müşahtursan Cumhuriyet Partiyası mesela bronka manga okşaş özününki hazırgıça ilemgisi bir tanlışını tanıyanmayatan qarindoshlar bolsa yaxshi bir o'ylishi yaxshi bir izini bolsa biz ko'plab yig'ilsak ko'plab zo'raysak xalqimiz uchun bir niyatda bir ish qilsak degan umidda. Rahmat. Mushuk so'zim. Rahmat. Mening ilhomimni ijodda bir ikki qizga qo'y. O'zimning hayajonlangan vaqt. Şu ameliyatda men burundim işte bir sakni izlayotgan. Sakni topolmay, undan keyin gangrab, shindiq odam topolmay, shuning bilan o'zligimda işte o'zimning saknisini qilib Uyg'urman deb chiqib qilgan. Hargiz men bu yerga bir o'z oldimga bir ish qilman degan xayol yo'qdi. Ameliyatda shunda bir timsiqlab mush vaqtni mush yerga Alloh o'rlashtirgan o'xshaydi. Shuning bilan bunda bir sakna hisob bizga raqiqiy partiya hamda tashkilot bilan partiya ikkisi ikki fuqum amaliyotda u ikki darajadagi ish hamda davlat qurimiz desamiz partiya bo'lmasa bo'lmaydi. Partiya akimiz quribdiki shu qarsam keyin bilishga bilib oxiri qarsam bo'lsa qog'ozlarni tortib chiqib bo'lgan hammasi rasmiyatlari hammasi to'g'ri alqadek bir ikki kun qilib qo'yib Afkab qog'ozni sen qivita deydiganlarni uchratgan, uni qilib, buni qilib. Bu akimizda hamma nimasi bu qurilma, bu sistem tushungandan keyin naqmush shukan deb o'zimdan o Uyg'uriston burun so'zlab yurgan, biroq meni faqat shu Uyg'urga ang jihnab, Uyg'urga manfaatni birinchi o'rin qo'yib xiyol qilg'ashqa o burunqi o Cumhuriyet o'laqandak government eng excel deb bilaqa Dileğiniz bek çıkıp ketkindiğinden şu ben gangrab boldu onda yer olsa Uygurlar çokum özümüz birleşimiz gerek bunda ama tordaki qalaymiqani bölünüş u bulaq görüp ben şu yer bolgan biroq bizden birden bir hammamizning ortaq nishoni Xitoyni chiqirib başta bir vatanni qurib özümüzge davlatimizni asli keltirib uningdagi qolgan ishlar olsa mencha olsa oson deb o'ylayman. Ben şu G'uljida cho'ng bo'lgan qozoq qarindoshlarimizning amaliyotda ko'ngli ko'ng shunda bir biz bilan mijozib eng yaqin chiqishdigan undaqanday qalaymiqan bo'lishning hech qanday bir ahamiyati yo'q. Shu shundaq bir kichik nisbatdagi shundaq bir unsurlarning bu uyanlarning ostiga kirib ketmaymi shu ya'nilar shundaq akillarimizning bayrog'ining ostiga yig'ilib boshda bir Xitoyni chiqarilishini eng muvofiq ko'rdim. Şunlaşqa barlığımni bundan keyingi vaqtimni bayon qasam berganga o'xshash shu yo'lda sarf qilishni loyiq ko'rdim. İnşallah Xudoyim buyursa cho'qim maqsadlarimiz yetimiz deb cheksiz ishlayman. Rahmat ko'p tashakkur. Bu yerda bir namoyada ishga gapni to'xtatib qo'yay. Nurg'un odamlar siyosat bilan ideyaning farqini ketmaydi. Siyosatni bir ideyaning o'zida qarab ishlar bor. Lekin amaliyotda siyosat ideya emas. Ideya bir g'oya, u eng go'zal narsani xiyol qiladi. Bir inson butkul dunyoni qo'zg'olishni g'oya qilishi mumkin, shuni xiyol qilishi mumkin. Ya shuni falsafasini yozishi mumkin umr bo'yi. Ammo siyosat reallikda amalga oshirilgan bir imkoniyatning ichini tasavvur qilgan narsa uchun siyosat degan gap o'zimizning imkoniyat doirasidagi o'zimizning manfaatini eng yuqori darajada kafolatga yiqilish deb hisoblanadi. Shuningdek, gapning eng chiroyli emas biz amalga oshiradigan ishni amalga oshirish bu siyosat tafakkuruchi. Siyosiy partiyaning maqsadimi qandaqdir mandat desak xalq yaxshi ko'rgan, bunday desak atrofni jiqodim jiqalarligimizda xalqning ideyasini, e'tiqodini suiiste'mol qilish emas, qandaqsak milletimizning millatdagi siyosiy huquqini qo'lga keltira olamiz. Qandaqsak millatimiz yuz kelayotgan bu milliy qirg'inchilikning oldidagi siyosiy organlarni kafolatga yiqilarimiz va qadamini tiklarimiz bu masala ustida qo'l og'ir bilan amaliy natijalarni qo'lga keltirish uchun tirishish mana bu siyosiy partiyaning amaliy g'oyasi. Şuna biz qandaqdir boshqa o'xshash eng chiroyli gaplarni og'zimizda tutib amaliyot hech qanday harakat yo'q. Bo'lmash bo'lsak biz xatolashgan bo'lamiz yana biz chuqur qilib bo'lgan amalga oshirib bo'lgan konkret nishonlarni bekitishimiz va konkret qadamlarni bosishimiz kerak bo'ladi. Buning uchun bu siyosiy partiya bir mavjud jism, bu jismni kuchlantirgan narsa har bir partiya a'zosining vaqt qarashi, aktivligi, fidokorligi, iqtidori. Amaliyotda bizning partiyaning bir ishlarni qilish yoki qilmasligiga tamamen partiya a'zolarining iqtidoriga va aktivligiga bog'liq. Şuna her bir partiyaga qasamlab kirgan qarindoshimizning qo'ldan kelishcha aniq aktivni joriy qildirib, partiyada biz xato ketgan taraflar bo'lsa uni to'liqlashini, biz qilmagan ishlar bo'lsa uni to'liqlashini va bizda ko'rsatib turgan nuqtalar uni ko'rsatib to'liqlab davomli o'rtaq olib berishimizni umid qilaman. Rahmat. Rahmat.
Gayret'te eşkili söz yapıyor musun mu? Ya ki nasıl? Gayret'ten aldıraş okşaydı. Daha spiken şatmandan ki partimiz kırkındı. Hakikaten xursand buldum. Hoş bulduk. Partiya men ve siz bo'lgan chog'da harakat qildigan unaqa partiya nima ish qildi deb savol qo'yish o'rin partiyaga kirib siz va men nima ish qildim shu savolni o'zimiz qo'yishimiz kerak. Biz nima ish qilsak partiya shu ishni qiladi. Partiya siyosiy millat o'rtasidagi siyosiy qarorlarni oladigan bir organ bo'lish sifatida millatning mustaqillik kurashida oldida ketib boradigan a'zolardan yig'ilgan ko'pchilikki her vaqt bizni tushunishni ham bizning siftimizga aytilishni chin dilimdan umid qilaman. Har qanday savollar bo'lib qolsa mendan shu ekrandagi qarindoshlarimizdan so'z so'rab Rahmat. Rahmat aka, rahmat. Muborak bo'lsin. Sizlarga ko'p rahmat, vaqtinglarni ajratib, inshaalloh ko'p. Guvoch o'pagini Mirzatga yana. Qilishdi ishlar bu, qo'shilishdi ishdi. Shu. Siz bilan xeli yaxshi bo'lib qoldimi? Ha, bo'ldi. Ben uzun o'tiramayman, birdan o'tasam yo'q, qo'pib birdan o'rtirib. Ha, yaxshi bo'lyapti-da. Ha, yaxshi. Xudoyim shifo. Sizlar bilan bir millatning tikishiga ma'lumimiz yaxshi medialarda qilib munisbal bo'lma, ta'sir doirasi va Alloh buyursa shu partiyaga yaxshi xizmat qila olasiz deb o'ylaymiz. Xudo bilsa, muborak bo'lsin. Rahmat aka. Şu yani desem şu Mirzat akamdan bildim. Miradla sen pek oygatıp qaytadan küshbadi gapni ochiga. Unda qo'rqmas ruh. Şimdi emmimizde tegishlik deb o'ylayman. Shunda bo'lib ketgan vaqtimizda bu ko'zimizga chiqqanda nas ko'rmay qisas o'ti bilan bir ish qilmasa olmaydi degan yerga yetimiz, Xudoyim bilsa. Men bu to'xtamay shuni chiqayotgan vaqt shunlashqa to'xtamay shu balni tashviq qilib bolalarni uyg'otish uchun ish qilmoqchi, Xudoyim bilsa. Doğrudur ise o bölümü vatan işittirip hemimizge vatan sırtıklarga korkmaz, Xitayga korkmay karşı kurash qilishni to'ntib qo'yib ketdi. Endi biz bu yerda hech qanday dunyo kelini Uyg'urlar ism tanishi yoki bu talashlarimiz butun diqqatimiz bilan tashkillanib uyushib bir partiyaning ostiga yig'ilib hozirgi mavjud bo'lgan 5 tushirgan dokumentini hammasini partiyalashishga qistab xalq safarini xalqniki tashkillanish kuchi bilan ularningki siyosat sohasida o'z oldiga o'zini saylash emas, balki partiyalashgandan keyin o'zaro saylan olib turib, saylanda kim chiqsa shu tutgan partiyalarningki parlament hosil qilib, hukumat apparatidan birini qurib, kelgusida hozirgi dunyo vaziyatidagi biz o'ng tanasib ketgan shu fursatlarda keladigan fursatlarni cho'zishdan birga vatanimiz mustaqillikka erishgan chog'da berib vaqtli hukumat o'rnida xizmat qiladigan tibatlarga o'xshash o'xshash bir vatan xarakterli surgun hukumatdan birini borliq keltirishdan birga har qaysi super power davlatlar bilan Hindiston, Amerika, Rossiya, Yaponiya qatorli davlatlar bilan siyosiy ustunlar o'tirib taqdirimiz belgilaydigan ishlarda muhim qarorlarda vatanlik qilgan bir organlar bo'lishi ham bizningki vatan mustaqillik kurashida kim bo'lsa bo'lmaydigan bir organ partiyada shunga hamma qarindoshlarniki partiyaning ishini ham o'zining siyosiy maydonida vakillik qiladigan partiyalarga ergishib ular ovoz berishini chin dilimizdan umid qilamiz. Agar bizni tushunishni xohlasangiz bizning partiya organ betimizga chiqib ham munosib partiya a'zolaridan dunyoning har qaysi joylaridagi partiya a'zolaridan paralashib najmiddin shirkatlardan ya'ni partiyamizniki boshqa atibi hozirgi nurg'unlagan leksiyalar bor to'g'rida shuni ko'rib shuni partiyamizga qatnashishingizni qizg'in qarshilaymiz. Ko'pdan ko'p rahmat. Ipim tugadi. Men bir savol so'rab qo'yay. Bizning bu partiyaga xonim qizlar kirsa bo'ladimi yo?
Elbette. Elbette. Bazı hanım kızlar evlenince Partiyamızga millet ayrımısı yok, din ayrımısı, cins ayrımısı yok. Her kandak insan Şarkı Türkistan'ın müstakilliğini yolu tutup şuna kuraş kılış gayesi var. Her kandak insanın kabul kılınmaz. Müştükte yapmak kessin. Şununla yarışa yeminam sualım ben ma Uygurmende justice believer da adalet bilgüç eşen güçse de kıgaşka nurgun balla Uygurlan kollaydı. Başka milletler, çetellikler. Ular şu addiyelik dinniyen nuskusunu emas, şu pakatlam adalet, kaniyet tarafı turuplam Uygurlarını şunda kollaydı ama izcilaş yerden bolsa o bu kılıçlığı teya. Mening bu özümden şahsen aşında bir yaqını ağinem vaqtini shunchalik ajirtdi. Aşında axlatchi agar menga bevosita yordam tamamen buldu. Bu partiyaga a'zo bo'lish bir davlat qurilish masalasi emas. Davlat qurilish masalasini hukumat bekitdi. Partiyaga a'zo bo'lish masalasi masalan bekimli vaqt Xalq partiyasiga yordamchi bo'ldi-ku. Bekimli qonunda olib mashhurlashdi bu. Biz shu Kosovoning oldin sepida, Bosniyaning oldin sepida necha mingdan vaqtlardan kelgan Kosovo'nun Bosniya'nın müstakil için yararlanmalarını gördük. İnsanların adaletinin çevresi olmaydı. Şarkı Türkistan müstakilliğini kollarken hakkında gelen partimizi yazar olsa bizim müstakillik için dinimizi vurmasa elbette kurmuş fikrimizde uçumuzda açımızda yapacağım. Yaxşı, daim biz. Şu maksatla yetkizsin Allah. Daim buyursa. Daim biz. Rahmet hemen Rahmet size. Başka Oğlunda olsa bugünkü Ahmet'in tartışmamız müşahede ahırlasın. Yan bir kıttan kayıtılap partiyamızga hoş geldin şadıma. Rahmet hemen lağa necbidinka. Buldu qiyimdasa yana alaqlı şeyli. Maqılamsa hoş bulayım qamanı. Allah'a emanet. Allah'a emanet. Qarindoshlar, mana kurashning yana bir bosqichini bosdim deb o'ylayman. Yiqillashdim deyman, hamda qancha yiqillashganimni Alloh o'zi biladi. Biz hammamizning murod maqsadi bor. Mening shaxsan murod maqsad bir Uyg'ur bo'lish sifatim bilan shu xalqning, millatning o'rligini bir kuni ko'rish. Shuningga shu sabab qilmasa olmaydi qarindoshlar. Hamda qanday sabab qilamiz degan chaqda mushundaq ön bo'lish bizga eng muhim. To'xtanglar qarindoshlar. Shu ön bo'lish bizga eng muhim deb o'ylayman. Ön bo'lish uchun Marasim bayam ayada içilib bo'lgandan keyin mayadan chiqmaydi ekan. Men bir sinab boqay, bo'lmasa gapni qisqartibla tez tugitay. Shu qarindoshlar, hayajonlandim. Bu o'zimning shaxsiy kurashning, yo'qsa millatning kurashning yana bir baldaq chiqira olmayman, chiqirib yetaman deyamsanmi 100%, biroq o'zimning shaxsiy arzuyu, o'zimning bu kurashga yana bir qadamni atdim deb o'ylayman. Hamda mening Uyg'urmanda bo'lg'achqa o'zimning ishini deb biryapman. Ammo har qanday buyruq, har qanday qonun yusaqqa cho'qim 100% ijro qilib, mushakilalarimizning tuzib chiqqan shu qonunlarga ijro qilib, birinchi aktivlik bilan ishni boshlab, qo'rqmas ruh bilan bu yo'lning oxirini chiqqanimiz inshaalloh. Sizlarning bu yo'lda boshqa savollaringlar bo'lsa, boshqa o'y xiyollaringlar bo'lsa, bizga menga desanglar bo'ladi. Bo'ldi qarindoshlar, hammanglarning kappaginiga ko'p rahmat. Mayada you are party member now. Great debdi ag'inam Seven Grad.
İzchila TV. Naiti yaxshi bo'ldi debdi. Mayda congratulations, muborak bo'lsin. Muborak bo'lsin. Undan keyin sizlarga qarshi jamiyat Mustafa degan qarindishim to'xtama pek kichik chiqib oldi mayda. Bugun men aldiratchilikda men vaqtni xato deyapti. Men uxlagan vaqti 11 ketdi, men maya vaqti 11 da o'xshaydi. Xiyoliy ishlarimni qilib yursam, telefon keldi, jiddiylam tutish qilib qoldim. Muborak bo'lsin qarindishim debdi. Rahmat. Voy nurg'un gaplar bu kutib edi. To'liq anladik debdi. Shu vaqtida taqdir olganligimga qo'shildim. Sevingrad hamma ishni bundan keyin yana shu burunqidek tan qilamiz ag'inam. Yani paranglashimiz bu to'g'riliq. Nurg'un so'zlarni qilishi mumkin yana. Bu atgan ishlar, undan keyin mening xizmat nimalarim, aqcham shu partiyadagi xizmatlarim nima loyiq bo'lsa, mishaga chiqib so'zlashim mumkin. Xudoyim buyursa, shunda qo'llab berganinglarga rahmat qarindoshlar. Biz bir-birimizni qo'llab kichik tashkilot, cho'ng tashkilot bo'lib, cho'ng tashkilot partiyaning yeniga yig'ilib, undan keyin hukumatni saylab chiqish bu eng aqalli qonuniyat bu qarindoshlar. Bu shunda bo'ladi. Undan keyin butun davlatlar, Najmiddin kam degandek, hamma davlatlarning ishlatayotgan sistemasi shu. Hamda bizdagi aloqadek uluschilik, yamsa u millat, bu millat davlat qurdi, u bu degan ish. Hammani yana shunda partiya, shunda bir sistema, parlament sistemining ostiga yig'ilsa, bizga eng yaxshi inshaalloh. Cho'qim yaxshi bo'ladi. Ishini juda qo'rqmay, shunda gumanni bekchi qilmay qolamizda. Yaxshi niyat orzularni qilib vaqtimizni sarf qilsak, qalamizni sagak tutsak bo'ladi. Bir narsa chiqib qo'yguncha uning bilan gumonni menga tunugunda shunday xatlar kelgan bo'ldi. Videoni men bir ochay desam ajab ichilmadi. Shundaq video bo'ldi. Videoni men ich bo'lamadim. Satolda qarasa men o'zimni chiqaramay, men mikrofon ama kamerani bayamqi appga ulg'andan keyin men bir chiqib qaytib kirsam, undan keyin kamera qaytib keldik emasmi? Shunaqash o'zim chiqaramadim. Bundan keyin ishlarimizga cho'qim futuq tilayman. Undan keyin har qanday ishlar bo'lsa doklad qilib turma. Vatanga, xalqqa bir ish qilib turmasak, ish degan nurg'un, shundaq bizga bir platform kerak-da. Mana Najmiddin kam o'zining tirishchanligi bilan buni vujudga chiqibdi. Uni qo'llash hamda xalqimizga kurash qilish uchun men qitildim. Bu yerda boshqa ish yo'q. Faqat shu xalq, faqat shu hurlik qalimizda bo'g'ashqa har qanday to'g'ri degan ishni qilishimiz kerak qarindoshlar. Sizlarning vaqtingizga ko'pdan ko'p rahmat. Sizlarmi mana mening eng yaqin qo'llag'uvchilarimning sifatida mishayda guvochi bo'lib berdinglar. Sizlarga ko'pdan ko'p rahmat. Meyda muborak bo'lsin. Meyda muborak bo'lsin debdi yana bir qarindishimiz, Hidoyat degan qarindishimiz. Rahmat hammanglarga. Bo'ldi. Men ekranga chiqamay qolganim tufayli buda yana naq maydon qilaman. Mushu vaqt sizlarga loyiq bo'lsa, burun qilayotgan stream vaqtimdan bundan keyin mushu vaqtda stream qilishga tirishaman qarindoshlar. So'zinglar bo'lsa, yurak so'zinglar bo'lsa, gap qoldirib qo'ysanglar bo'ldi. Mushu partiyamiz, undan keyin shu Uyg'urman har qanday savol bo'lsa, biz tayyor. Bo'ldi qarindoshlar. Vaqtinglarga ko'pdan ko'p rahmat. Kelar qitim ko'rishaylik. Allohga emanet.